Mashina kelguncha xaridorlar 10 bittaga yana bitta qo'chqor qo'shib yuborishdi. Farhod, yaxshi ham shunaqa sekin kelibsan. Tezroq kelganda bitta olishmasdi. Angrenda mana Doston kelgan ekanlar. Doston bundan oldin ham kelganlar, ko'pincha boshqalarga maslahat berish uchun. Mana bugun o'zlari Saidqul akamgilar bilan kelib, Saidqul akam o'tiribdi naryoqda, lekin videoga tushmayman deyapti. Endi shunaqa chiroyli gaplar gapiryaptilar, videoga tushiraylik desak, yo'q deydilar. Hech ko'nmayaptilar. O'shaning uchun Dostonni ushlab oldim. Doston juda bo'lmaganda o'yish tushasiz deb. Ajoyib qo'ziqo'chqorlardan tanladilar. 10 bitta dona chiqdi. Xudo xolisi hozir bitta mashina topsak, ro'para qilib qo'yamiz, Angrenga olib ketishadi. Alloh barakasini bersin. Bergan pulingizga rozimisiz? Baraka topinglarmi? Siz ham qo'chqorlardan baraka toping. Katta qo'chqorlar bo'lib ketsin ilohi. Mana Angrenga ham xudo xolisi qo'ziqo'chqorlarimiz ket. Sizlar o'ylab o'tirguninglarcha bu partiya ham tugab qoladi chamamda.